Qizingni o'qitmaysanmiz, chachitibga o'ladi. Mana men domla sifatida aytaman, 3-qizimni men institutda o'qitib doktor qilmoqchiman. Ummatga xizmat qilmoqchiman. Siz onangiz, qizingiz, ayolingizga qaraydigan ayol doktor qilmoqchiman men. Ayollar klinikasi ochmoqchiman men. Nima deysiz shu narsaga? Yomonmi shu? Nabarud mulla qilgandan ko'ra yaxshiroq deb bildim men shuni. Nimaga ayol doktorlarda qiynalganim uchunmi? Onamga, ayolimga, opamga ayol temada juda qiynaldim men. Keyin savol berdim o'zimga o'zim, to'xta. Hozir mana shu qizimni o'zim Xudoni tanitib, payg'ambarni tanitib, xaritni tanitib, lekin doktor qilaman men qizimni. Mana kichik qizim doktorlikka tayyorlayapman. Medinstitutda o'qitaman. Boradi, o'qiydi, talaba bo'ladi. Nima bo'ladi? Bu ummatga xizmat emasmi? Ummatga xizmat faqat qorilik bilanmi? Ummatga xizmat faqat domlalik bilanmi? Ummat